Yo do'stlar. Meni juda ko'p obunachilarim so'radi va men YouTube'ga qaytdim. Demak, biz Battle degan o'yinni bilan mazza qilib o'ynab Xo'p, bu o'yin ko'plab bilsa kerak. Bu o'yin Battle 2 deb nomlanadi va unda boshlaymiz Battle. Shunday qilib ko'plab kommentariyada juda ham chiroyli va iliq fikrlar bildirishdi. YouTube'ga qayting deyishdi va mana qaytdim YouTube'ga. Endi men muntazam ravishda bir haftada 2 marta yoki 3 marta video chiqarib turaman. Balki bundan ko'p. Xullas ketdik unda. Battle bosing. Xullas o'yin boshlanmoqda. O'yinni ma'nosini tushuntirib o'tdim. Ko'plab bilsa kerak. Xullas o'yinda bir-biriga mana qilib o'tib qiladi. Hamma biladi, xo'p. Если что, menda raketa, bomba hammasidan sotib oldim. Davay bitta bombardino samolyotni uchiramiz, ketdi. Mashta tozalayveramiz. Xo'p, bor ekan. Ana bittasi ketdi, yana bitta. Mayli, saqlab turamizda, mononni uchiramiz. Mashta bo'lishi kerak va ana demak mashta bitta bor. Bol yana bitta kema ketdi, keyin xo'p, yana submarinni kedamoqda. Himoya zashti bor ishda. Mayli, yana mononda. Ana yana yutyapmiz, yana bitta monaqsa bo'ldi. Biz yutdik. Yutdik. Har qanaqasi yutdik. Yutdik dedim mana. Mana juda ko'p kemani, bittada 3 ta kemani pachaq qilib yuborgan kamina kamtarim bo'ladi. Hech qachon tegmaydi, hech qachon. Hech kim bizni himoyamizni buzib kira olmaydi. Bo'ldi, yana bitta ketdi. Mashta. Xo'p, mashta. Voy, qanday topib qo'ydim. Qanday omadli bo'laman men. O'sha kartani yarmini ham yo'q qilib yubordim. Hech bolayim qolmadi. Qog'oz yoqib tashladi-yu. Mumkin emas bu. Qog'oz bilan yoqib. Himoya avtomatlari qani? Yo! O'ta katta zarar ko'rdik-ku biz. İşlemedi. Mashta. Aytdim. Mashtamda yo'q, bittalik. Omad ketmas, yo'q. Yonib ketdi. Qanday? Mana qalarimiz qani turrellar otadigan. Voy. Mana ishlamayapti. Samolyotlarga anaqalarga ishlamayapti. Yo. Chota bugun biz yutqizamizmi deyman-da.
Yutqizmaymiz. Oho, mashqda bo'lish kerak, mashqlar. Bu otiq joylar ko'p emas. Eng chekkaga tiqib qo'yilgan bo'lishi ham mumkin-da. Yo'q, kema. Kemani ham voy, yo'q ekan. Mayli, hozir mana. Nima bo'ldi? Ey, nimcha kema hammasi yo'qib ketdi-yu. Voy, maytega. Topoldim. Endi yutaman. Shu yonida bo'ladi. Bittasini o'qisi. Ana ishladi-yu. Nima haligini ishlamadi? Yo'q qo'ygan mana bu. Kul bo'lib ketganda mara samolyotlar. Mashq bo'ladi, mashq. Hamma etib bajalanib ketyapti. Radar olish kerak edi, to'g'ri. Mashq. Bittalik ham bordi. O'zim bittalik qolgan bo'lsa kerak, mashqlarda bittalik. Bittalikdan 3 ta o'zim mana. Endi bittalikni boshqa topish qiyin-da, kichkina kema bo'ladi, bitta qog'oz kuyib ketdi. Nima qilamiz? Kemalarimiz ham o'ldi. Bitta kemam qoldi. Yo'q. Voy, bu kema topsam bo'ladi. Ana. Это фрукт. Да, это желтый фрукт.